Bo'ldi, to'kilmas. Ajdarho jangchisi jangda deydi-yu, qarang. Ay joning sog' bo'lsin. Ha, hoji. Voy, rangni qarang, rangni. Mashar 3-qoringa eston so'ragan ukalarimiz bormi, xudo xolasa. Bo'ylari 1.31, tishlari 8 kurak. Hozirgi holatda 17-18 ta sutga so'raganlar. Bola xudo xolasa Shvedni Germaniyadan olaman degan ukalarimiz bormi, hurmatli ukalar? O'ng tomon, chap tomon bemalol sodilaveradi, xudo xolasa. 20 ta sutga to'qon iniyosdan so'ragan. Bitta boshqa paqir olib keladi, u nariga so'q. German Shved bu, eston. Beraman. Kelsa, Sizga beraman. bilat obunachimizga beraveramiz. Ha, beraveramiz. Gapga gap, ha? Javob. Aniq, hamma turibdi, bu mashina ham guvoh. Shved so'ragan ukalarimizga bormi, shunaqasini olaman degan ukalarimiz. Mana zo'rini olaman deydi. Ay joning sog' bo'lgur. Bo'ylari 1.35 viruslardan so'ragan ukalarimiz uchun hurmatli obunachilar, 3-sigirimiz xudo xolasa yomg'irlarda, bo'ronlarda so'ragan joylariga bormi, shunaqasini olaman degan. Narxlari sutaga bo'lib ketyapti, xudo xolasa fazlinda. Bolani qarang. Qiyo deb ketaveradi, qarang. Shallabbo bo'ladi deydi, shallabbo. Nima deyapti aka? Ha? Nima deyapti? Assalomu alaykum, hurmatli Tillos kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorli ishqibozlari, sigir ishqibozlari, shved ishqibozlari, eston ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Hafta kuniga xudo xolasa juma 2026-yil bugungi sanasi xudo xolasa voy mana boshqacha ekan-a. 6-fevral sanasiga Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'ydan xudo xolasa Fazli ukamiz xonadonlariga tashrif yurganmiz akalar. Shved so'raganlarga, xudo xolasa To'qolidan, Germaniyadan so'raganlarga, bu tomonda Estondan so'raganlarga 3 bor sigirlarimiz bor, chiroq qilib yurgizib turgizib, narx-navolar haqida videorolik tayyorlaymiz. Gaplarni so'zlarimizni xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz akalar. Videolarimiz yoqsa albatta bir donadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiravurasiz. Narxi, sifati, yuruv-turuv, yoshlar, sog'inlar yoqsa bemalol atrofingizga solishtirib, savdo qilib olinaveradi, xonadonlarga chiroq qilib yetkazib beriladi, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Rahmat. Juma ayyomlar bilan. O'zingiz ham aka, xudo xolasa obunachilaringizga ham juma ayyom muborak bo'lsin aka. Hammamizga birgalikda bo'lsin aka. Aytgansiz. Mollarda xudo xolasa aka, bori ro'zicha bitta mahallani sut bilan ta'minlaydiganlarni tayyorlab berdi aka. O'zimizda qo'l bola mollar. Qarab qo'y bolasi. Qo'l bola mollar tuqqan aka. O'zingiz ko'rgansiz, bo'g'oz mollarimiz mana tug'di, tayyor bo'ldi aka, chiqaryapmiz. Xudo xolasa bugungi mollar bor, o'ta ser sut mollar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. 17-18 tadan sut berib turibdi Tilla aka. Mana shu Eston bilan mana To'qolimiz. Germanskiy Shved. Voy. Buni qani? Paqirga tushiramiz sog'ib. Xo'p. Odamlar o'zi bilib olaveradi qanaqaligini. Nechta suti bor? Nechta suti borligini. Lekin kelib ko'ra olamansa aka, bolalari 5 kundan bo'ldi oz tuqqaniga. Bitta 4 kunligi bor, ikkita 5 kunligi bor. 17-18 tadan sut berib turibdi. Gap yo'q. Bitta 10 taligi bor, ro'zg'or bopidan, lekin katta narsa aka. 10 taligi. 10 taligi. 8 taga olaveradi. 8 taga olaveradi. 8 taga olaveradi aka. Mana mo'la 20 tadan berib turibdi. 17 tadan sutga olishaversin. Mana bu baxti qarang aka. 2 paqirdan suti bor jonivorlarni hozir. Korobkasi yomon chiroylimi? To'rt burchak narsa aka. Sut qaymog'i bor-ku. Turaverar-ekan. Beli ham 60 chiqadi. Qanaqa ekan beli? Xudo xolasa aka mana. Buqami? Yo'q, hammasiniki xunaji. Hammasi xunaji. Hammasi xunaji. Lekin o'rtacha xunajillar bas Tilla aka. Buqa debman turuvlarni ko'rib. Mana uni bolasini ham qarang. Bu ham yorib qo'yib bola berishdi. Bu jonivorni bolasini qarang. Bo'zaydi qarang, 5 kunlik bo'zaydi. Udar berdi. Udar. Xudo xolasa o'ziga o'xshagan sigir bo'ladi. Dastlabkamiz aka vodiy bo'ylab yengil-yengil qilib beraveray. O'zbekiston bo'ylab kelishaveramiz. Yetkazib beriladi. Ha, yetkazib berish muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Ketdi xudo xolasa. Birinchi sigirimiz. Tishlari. Qimirlatmaydi. Tishlari qilich. Go'zal ekan. Bo'ldi. Udar ekan. Narisini ochib. Voy, tishni qarang, Tishlari zo'r Tilla aka. Bomba alakonda, tishlar. Uda. Yetalab ko'rsataveramizmi?
Yomg'irda qalay bo'lar ekan? Xolasiz bo'lmasam ko'rsataylik, addenni qilib narxini aytaylik. Bo'laveradi. Bitta metr tashlaylikmi aka hammasini? Hay tashlaylik. Ol metr. Mash 1.30 dan chiqarsa kerak mana ular. 1.30 dan baland. Ha? 1.30 dan baland. Mash kam 1.30 Metr dan chiqarsa. tashlayveradi. Tashinchi metrda oji. Hushyor bo'lib, jichi cho'chiyapti mo. Tayini ham ko'rib qo'yasizlar akalar. 1.32 keldi. Mana. 1.31 ekan mana. To'g'risi. 1.30 ga olishaversin. 1.30 ga jichi cho'kib oldi ham mana. Ha. Ko'ryapsizmi? Endi o'syapti mana. Kam 1.30. O'zi aytib turibdi-yu, nima aytdi? Hojicha yonboshga ochilingda. Ha, ana. 1.35. 1.30 ga olishaversin. Buni ham 1.30 1.30 ga olishaversin. Qo'qqan qulog'i uzilsa. O'lchab. 5 santimdan kesib. 5 santimetrga ham qizig'i yo'q. Uchinchimiz. Akalar 1.28. Fazlidan 1.28 ekan. Bo'ldi, olishaversin aka. Gap yo'q. Xolasi 25 ga olsin. 1.25 ga olsin. Lekin mana realniy aka, metrda olib kelganda, metrda 3 ni ham ko'rsatib o'tib mana. Ayyo. Mana birdan boshlanyapti aka. Mana bizda bundan aldan bo'lmaydi aka. 5-4 millionga lavzimizni sotmaymiz. Aha. Kerak bo'lsa bitta molga ham-da. Aytilgan gapga hammasiga javob qilaman shu yerda aka. Lekin ali olib borib olgandan keyin unaqa bunaqa desa, u odam bilan boshqacha gaplashiladi. Lekin aka mashetda gapirilayotgan narsaga shu paytgacha javob qilib kelganmiz, bundan keyin ham javob qilamiz. Bizga misol aka mol sotib olish emasda maqsad. Aka odami bor o'zi buni, xaridori bor. Kutib turgan odamlar bor-da. O'shalarga chiroyli qilib yetkazib berish maqsadimiz. Buni aka 2-3 oydan beri ko'tiga qarab, aka bunchalik buni orqasida ashincha mehnati bor. Kerak bo'lsa kechalari uxlamay mashina ichida qarab aka, mehnatini qilyapmiz. Mehnatimizga achimaymiz, mehnatimizga yarasha tirikchilik bo'lyapti. To'g'ri. Yo'q, oson tutishmasin. Hamma yoqda qiyinchilik, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Narxini nima deysiz bular? Narxlari aka, xudo xolasa yengil. Bitta yurgizib ham qo'yamiz. Mashina narxlarini aytaylik-da. Bitta yurgizib qo'yamiz. Tillo aka, mashina molimiz bolasini hech Bolasi xonajingizda? Bolasi xonaji mana. Mana Tillo aka. 5 kunlik-a? Ichi ketdi bo'lgan. Men bolasim shu aka. Shtir aka. Xudo xolasa dingidan. o'ng, chap umuman tanlamaydi. Bemalol. Yuvoshliklari bor-ku. Ikki tarafdan sog' beramiz. Mana. Xotirjam. Mana. So'zkalar. Go'zal. Vodiy bo'ylab aka, bugun juma aksiyasi. Pastar. Ro'za Ramazon oylari yaqin. 35 million bas. Xo'p. 31 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab. 31 million kami. 31 million kami bor. Vodiy bo'ylab. Ha, bo'ylari 128. Xohlasa 3-qoringa olsin, xohlasa 2-qoringa olsin. Xohlagan. Menga egasi 2-qorin deb bergan. Tishlari 6 kurak to'ldirgan ekan, 8-chilarni boshlagan. Molni o'zini ko'ring-da, lekin 3 ta tuqqan molga o'xshamaydi umuman. Mana qarashlaring deydi. Qarashi ham boshqacha. 31 million vodiy bo'ylab. 31 million so'm vodiy bo'ylab kami bor. Kami bor. Kami bor. Unaqali, lekin osmon kami emas. Yengil-yengil o'tib, dastlabkalarni o'zingiz ham ko'ryapsiz. Oddiy misol Andijonda o'ziga ham aka 500 ming so'mga boryapti. Shunaqa. Hali mehnat qilgan ham biri o'lyapti, shopir ham biri o'lib qolmasin, aka. Pul tutganimizga yarasha ozmoz bizga yumalasa bo'ldi, sotamiz. Yengil-yengil. Ha, dunyo qolish shart bas. Yengil-yengil aka. Men to'qol nima deysiz? 10 litr sut beryapti Tillo aka bu. Xohlasa 10 taga olsin, xohlasa 8 taga olsin. Mana imkon. Aka. Lekin boqsa oladi-yu, lekin meni uyimda 10 tadan oshiq beryapti. Bolasi ham 3-4 litr yengil emadi. Endi bermasa ham yo'q. Sog'amiz-u, soqqanimiz o'zi bilib olishadi odamlar. Bunimiz Tillo aka 3-qoringa. Xo'p. Bo'ylari 1.35 chiqdi. Ha, 1.35 bo'ylari. To'qol, german. 5 kun bo'ldi tuqqani, bolasini hech 17 ta sutga beraverasiz-a? Hech. Hayda boraman. Chap, o'ng umuman tanlamaydi jonivor. Bemalol. O'zimni tuqqan videolargacha bor. Ko'ngilni to'q qilib olishsin. Eshlari, yo'ldoshlari bor-ku. Hamma yo'q top-toza tushgan. Bu bolani qarang.
Bolani ham uzar beribdi. 5 kunlik bo'zoq. Mana kindilargacha turibdi hali. Ha. Kindilar. Qarang 5 kunlik akalar. O'g'izlardan ajradi. O'g'izlardan ajraldi. Bo'ylari 1.35, 3-qoringa obunachilar. Hozirgi holatda 17 ta sutga berilaveradi. Apparatda sog'sa mashimol misol 5 kunlik bo'ldi. 10 kundan keyin 20 litr bermasa, menga o'zimga aytishaveradi aka. Apparatda Sut berib turgan mol sog'ib, tirikchilik qilib turgan odamning moli. Lavz qilgan, xudo xolasa aka, lavzidan chiqyapti. 5 kunlik holatda 18 litr sut beryapti mashimol. Xohlasa 16 ta 17 taga bemalol olaversin. Nech pul farzi? 45 million kami bor. Yana bitta ayting. Yo, unaqa 50. Yo, mana shuni bitta ayting. To'qoldi bitta ayting. Ishqibozim bilasiz. 44,5 million bo'lsa, Kam bor. kami bor. Bor barak. 44,5 million kam bor. 1.35 bo'ylari. Bo'ylari ham undan kichkina emas akalar. O'zi 1.25 ustida mol, yirik mol hisoblanishni boshlandi hozirlashdi. Bitta estonimiz bor tilla aka. Nima deyapti eston? 3-qoringa tuqqan. Rasa ayol kishi qaragan mol aka. Ayol kishimi? Ayol kishining moli. Shouga o'rgatib bergan-da buni. Ha. Mana tutuydi qarang, Tutuyi o'ziga nisbatan aka ancha yumshoq. So'skasi yo'g'onligiga nisbatan aka ancha yumshoq. Sho'vasi. Zo'r. Vashi paqirda yoraveradi. Qaymog'ini ko'rmaysizmi? Bu bugun og'izdan chiqadi. Ha, bu endi chiqadi. Bu endi chiqadi tilla aka. Bolasi kech payt baylandi-da, tayda bo'sh yuradi. Bir oylik bo'zakka o'xshaydi, mana bo'zi. Mana qarang. Shitir ekan bu. Bugun 4-kun bolasiga. Shitir. Bolasi tayda yurib 13-14 ta sog'di aka. Bolasi tayda. Ha, ilgari kun sog'yapti-di. Shu 18 litr sut beryapti mashimola. Tayda qarang. Kecha bir kun baylab sog'di aka 16 ta 17 ta sut berdi. Mashimol. Bemalol 17 litr sutga olaversin buni ham. 17 ta. Ha, javob. Mana Nech pul? yozib olishsin, 17 litr sutga olsin javob aka. Xotirjam. Xotirjam. Mening molim ham javob. Endi mana bu bakki qaytadir 20 ta 22 ta ham bo'lib ketyapti. Hozir aka bitta narxlarni aytib bo'ldi. Bitta yetalamiz, keyin bitta sog' beramiz. Mana shu narxini aytmadingiz? Narxini aytaman buni. Nech pullar? Nech pul aytay? Tengil qilaylik. Bo'ldi, u 43 million so'm kami bor aka. 43 kam. 43 kami. Biz cho'tib beramiz. 42 million kami. Juma kunga. Bor aka. Olishsin, maza qilishsin. Mana akalar, bo'ylari 1.30 plyusda, bolasi 4 kunlik. Ishlari 8 ko'radi. Mashq holatda olib chiqib ketaveramiz. Bitta yetalab beramiz, yomg'ir bo'lsa ham aka. Obunachilar 3-qoringa eston so'ragan ukalarimiz bormi, xudo xolasa. Bo'ylari 1.31, tishlari 8 ko'radi. Hozirgi holatda 17-18 ta sutga so'raganlar. Bola xudo xolasa 4 kunlik. Bembichi. Nima deyapsiz tilla aka? Voy, yomon shabada o'lyaptimi? Qorda sovuq kelyapti, qahraton qishlarimiz kelyapti. Mana qarang, qoch eston kelyapti. Buni qaymog'ini bilgan biladi akalar, mana qarang. Paqiri, suti paqirda bo'lsa qaymog'i chelaydi aka. Bachoyda qaymog'i. Moldi. Bo'ybaslari ham uzun akalar. Tutaydi qarang, bu tutekka. Molni enini qarang aka, baquvvatligini. Jonivordi. Mana bak. Yurgizib berchi. Qarang. Bu yelinga qaytadir 20 ta 25 ta bo'lib ketyapti. Xudo xolasa tilloki zo'r boqsa bormi mashina oldi. Yengil 20 litr beradi. Xotirjam. O'ylanmay olishsin. Mana akalar, birinchi sigirimiz. Yurgizu. Ko'rib qo'yasizlar. Yemoq ichmog'i tanijoniga bir hafta 10 kun garantiyalari. 42 million kam bu. 42 million. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Qilib beraman. Vohali akalarimizga. Vohali akalarimizga ham 42 millionga Samarqandgacha olib bortirib beraman aka. Bemalol. Ha. O't berishsin, bot berishsin bo'lmasin-da. 42 million so'mga Samarqandgacha ketdi mashina. Kallalar, qarang kallalar, odam bo'yi. Ketdi hozir qaytaravering. Qaytarib. Davom etamiz. German Shved so'ragan ukalarimizga bormi shunaqasini olaman degan ukalarimiz. Mana zo'rini olaman deydigan. Ay joning sog'ib yur. Bo'ylari 1.35 plyuslari bilan hurmatli ukalar. 17 ta 18 ta sutga hozirgi holatda mana buni qarang, yuruvdi. Bola 4 kunlik, a? 5 kunlik. Bolasi 5 kunlik. Sirazi menga aloqaga chiqsin, ishlarni bitiraman. Sirazi. Lak basin.
Molni qara. Lak bosing jigar dedi. Mana akalar 1.35ligidan so'raganlardi. Menga qarading kamerani. 44,5 aytdingmi? Ha. 44 million kamera. Bor baraka. Ko'chaga chiqqanda erib ketadi. O'shaning uchun ko'chaga chiqaylik. Ko'chaga olib chiqib kelaveradi. 44 million kam bor aziz obunachi. 44 million kami bor. O'zbekiston bo'ylab bor. 20 ta sutga olaversin. Mana sizga bolani qarang janavorni. Bola ham bebi sizdan. Onani qarang. Molni ishtahasi bor-ku Tilla aka. Aha. Molidan qolganini yemasa ham aytishaveradi. Ajdahomi? Ajdarho. Ajdarho jangchisi jangda deydi-yu, qarang. Ay joning sog' bo'lsin. Ha, hoji. Kerilib yurishdi, qarang. Ey, bitta yurgizingda. Otga o'xshab yuribdimi? Taqil-tuqul qilib. 44 million kam bor. Vodiy bo'ylab dastavkalar bor. Yana kam bor akalar. Bola 5 kunlik. Ikkinchi sigirimiz. Kishidan so'ragan kukalarimiz uchun hurmatli obunachilar, uchinchi sigirimiz xudo xolasa yomg'irlarda, bo'ronlarda so'ragan joylariga bormiz shunaqasini olaman degan. Narxlari sutaga bo'lib ketyapti xudo xolasa Fazlinda. Bolani qarang. Qiyo deb ketaveradi, qarang. Voy joning sog' bo'lsin. Mana qarang. Voy! Shallabo bo'ladi dedi, shallabo. Nima deyapti aka? Ha? Nima deyapti? 31 million. Kam bor. Kim beradi buni? Bo'g'ozini ham bermaydi. Malades. Etti qarang, etti. 10 ta sutga olaversin. Xotirjam. Xotirjam, o'ylanmas. Tutaydi, qarang, tutaydi. 4 joyda ekan, tutaydi. Mana qarang, tutaydi. Asetda tutaylarni o'shanta. Mashetdami? Ha. Tepmaydimi? Ha, tepsa sizga beraman. Tepsa. Sizga beraman. Birorta obunachimizga beraveramiz. Ha, beraveramiz. Gapga gap, ha? Javob. Anig'i, mana qarang, mana. Hamma turibdi, mashina ham guvoh. Qani? Voy, onasini emsin. Mana qarang. Tepgin endi birorta obunachimizga. Orqaga ham sog'orasiz, mana qarang. Shlencha teparlik. Ey gapi. Akalar 31 million ekanmi? Vodiy bo'ylab aloqaga chiqib olasizlar. Maksimal trendga chiqsin. Maksimal trendga chiqsin. O qarang. Ana trend. Sog' beramiz ba'zi. Mas jonivorim trendga chiqsin. Oson mazza chiqadigan ekanda, qarashni qarang. Qarash. Bolalarni o'yda aka, bolalarni, bola o'ziniki qo'shma bas. Mahallaniki bas. Mahallaniki bas. Bolalarni o'y. Bola ham bola ekanda, hojini yugurtirib yuboryapti-yu. Yemoq-ichmoqni gapirmayapsiz, Fazlimi? Yemoq-ichmoq aka, u qani qonundan chiqib ketaman deyapti-yu ham. Bu qolamur deydimi? Oson aka. Otidan qolganini ham yemasa meniki. Nimasidan? Ortdan hali ovqati bo'ladi. Suvda tilam sepib tashlab yuboryapti. Bemor video qattiq bo'lyapti. Jumadan chiqib maza qilishadi, toshlar videoni ko'rganda. Aka, maza qilsa biz xursandmiz. Gap yo'q. Sog' beraveramizmi, hoji? Ha, sog' beramiz. Ketdik, mana qarang, pandalari davrada degan joylarga mana sizga naqlar, sindi bugun naqlar. Ati obunachilar, xudo xolasa boshladik. Estonimizdan, birinchi sigirimizdan boshlayveramiz. Svetimiz o'chib qoldi, projektorda eplab video qilib beramiz. Tilla aka, bu molimizni tishovga o'rgatib bergan egasi. Xo'p. Ayol kishi soqqan. Aha. Tishovlab sog' beradi. Tishovlab sog' beradi. Gap yo'q. Tishovlab sog'ishadi buni. Mana tishovni ham mana shunday qilib tashlab turib, mana bunday qilib tashlab, dumini qisib turib, tushib ketib olavermaydi-da. Bo'ldi. Ne, aylantirib baylab berishadi, xolos. Sirazi. Undan ortsa kuchsari bilashmaydi. Mana. Ha, bo'ldi. Hoji Akbar hozir sog'ib ko'rsatib beradi aka. Bolani oldiga baylaysiz, bemalol sog'averasiz. Gaz hoji, gaz. Yumshoq. Birinchi sigirimiz boshlandi. Sho'vani qarang. Pillani singari aka, sho'valari.
Birinchi Bu sigir jonivorlar ham sog'ayotgan. yubordi. Ikkinchi sigirimiz yeyib ketdi. Yubordi. Birinchi sog'ayotgan joyimizda. Tovog'ini eshitib yubordim. Bo'ldi, to'kilmasi. Estonni birinchi paqirlar. Quyunchibdi hozir. Voy, rangni qarang, rangni. Ketdi zo'r. Shuni qani tezim. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Estonimiz sog'ilib olindi. Yilidan qani bo'shab ketdi. Aka boshlagandan beri bitta ko'rsat O'shanda turibdi. qimillagan yo'q jonivor. Bosh chiqimi. Haqiqiy uy moli-da Tilla aka bu. Qo'yinchi sutini aytdi. Sutini qo'y. 9 talik paqirlar mana ikkovi ham. Aziz obunachilar, Estonimiz sutlari mana. 9 talik diza paqirlar. Aha. Ketdik, davom etamiz. Hurmatli aka-ukalar, ikkinchi sigirimiz xudo xolasa. Yedirish boshlandi. German shved so'raganlar. Shvedni Germanidan olaman degan ukalarimiz bormidi? Hurmatli aka-ukalar, o'ng tomon, chap tomon bemalol sog'diraverasiz xudo xolasa. 20 ta sutga to'qon inyosdan so'raganlar. Bolasi xudo xolasa bu tomonda, mana qarang. To'shanib og'zi kangulari bilan. Rangni qarang janovorni. Boshlandi. Ikki tomondan. Xudo xolasa shvetimiz ham sog'ilib bo'lindi, aziz obunachilar. Ay, yelini asrab qolibdi. Bo'shab ketdi. 2 paqir sut ko'tarib yurgan ekan. Jonivor. Malades. Bo'ldi. Bolasiga ham yeb beradi hali bu jon. Qo'yib beramiz uni. Hozirgi Eston sutini bunga quyib qo'ydim-da. Mana, ikkita molni suti qo'y. Ikkita mol. Ikkitasini. German Hozir bitta boshqa shvetimiz. paqir olib keladi, uni nariga sol. German shvet bu, Estonniki bu. Eston. Xudo xolasa 3-sigirimizga navbat, aziz obunachilar, boshlandi. Buni ham yedirib e'tiborlariga xudo xolasa sog'ib ko'rsatib o'tamiz. Ikki tarafdan sog'ib beraylikmi aka? Mana shunaymi? Ha. Ketdi. Dumini qimillatib bersa bekorga beraman. Hurmatli obunachilar, 3-sigirimiz xudo xolasa. Bolani yedirib oldiga vaylab bemalol ikki tomondan o'tirib qo'yaveradi. Boshlandi bunisi. Aziz obunachilar, xudo xolasa 3-sigirimiz ham inshaalloh sog'lik bo'ladi. Ko'rib qo'yasiz, qanday boshlangan bo'lsa shunday. Bo'ldi bolasiga xolos. Yorib qo'ydi sut berishdi bu ham, Sut beryapsiz Tilla aka. Riyanni aytdim-ku. Bir xil odamlar bor-da, ishonmaydi mana. Jonivor ichidan beradi. Bolasiga ham qolib qoldi. Yeyishdi qani. Sutlarni ko'rsatib Men qo'ydi. misol 1 kunlik sutini 8 litrga olasiz dedimi? Aha. Bu 9 litrli paqirda 8 Aha. litr berib bo'ldi. O'zi 10 tadan ham oshiq beryapti. Prosta sutiga ishqivoz qilishni yoqtirmayman aka. Mana. Joningiz sog' bo'lsin. Laklar bosib turibsan aka, mehnating otingga rahmat deb bersa bo'ldi. Yaxshi insonlar nasib. Yaxshi insonlarga nasib qilsin aka. Bugungi juma kunda aka, duo qilib sog'itishasiz, siz bilan biz aka.